Assalomu alaykum aziz ustozlar, murabbiylar. Bugun bir ajoyib dastur bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Bu test topshirish dasturi. Bu dasturda biz o'quvchilarimizni test jarayonlarini o'tkazishimiz mumkin. Buning uchun birinchi o'rinda bizga testga fayllarimizni joylashtirib olishimiz kerak, ya'ni test savollari, javoblari hammasini tayyorlab olishimiz kerak. Buni bir boshdan ko'rsatib o'taman. Xo'sh, dasturga kirish admin kirish. Bu yerda natijalar va yuklash. Biz hozirgi holatda yuklash bo'limiga o'tamiz. Sinfni tanlang. Misol uchun 11-sinflarga fan, matematika. Bu yerda birinchi o'rinda faylimizni to'g'irlab olishimiz kerak. Ya'ni shablonimiz qanaqa shablonda yuklashimiz kerak faylni, shuni ko'rib olishimiz kerak. Buning uchun Excel shablonidan yuklab olishni bosamiz. Xo'sh, mana bizda fayl yuklandi. Faylni ochib ko'ramiz. Bu yerda savollar, variantlar e'tibor bersalaring vergul bilan ajratilgan va to'g'ri javob qaysi biri, ya'ni birinchisimi, ikkinchisimi, uchinchisimi. Bu Excel ochiladi va bu yerga umumiy vaqt, ya'ni o'quvchiga qancha vaqt ichida bajarishini aytib o'tishimiz kerak. Misol uchun shuni kopiya qilib qo'yaman. Keling, boshqa talab qilamiz. Kopiya qildim. Chiqib ketaman. Va faylni tanlayman. Tanladim va faylni yuklashni bosaman. Fayl yuklandi. Endi o'quvchilarni yuklashni ham shablonni olaman. Shablonni yuklab oldim. Mana bu yerda tushdi. Sinfni tanlayman. 11-sinfda bu yerda ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Mana ismi, familiyasi. Juda ham oson. Shuni to'ldirib chiqiladi. Va sinfni tanlab faylni tanlanadi. Faylni yuklash. Fayl yuklandi. Endi orqaga kiramiz, yana qaytib kiramiz. Xo'sh, yuklashlarni qildik. Endi test jarayonini boshlaymiz. Sinfni tanlaymiz, 11-sinf. O'quvchilarni tanlaymiz. Yuklagan o'quvchilarimiz, fanni tanlaymiz, matematika. Mana bu yerda 6 ta savol boshlandi. Va bu yerda vaqt ketyapti. Vaqt jarayonida tanlashimiz kerak. Tanlamagunimizcha o'tmaydi. Test natijalari 100%. Bosh sahifaga qaytamiz va biz deylik hamma o'quvchilarimiz testni topshirib bo'ldi.
Endi natijalarni ko'rishimiz kerak. Kim qancha ball to'plar. Sinfni tanlaymiz. Buni sinf, fanni tanlaymiz, matematika. Mana ko'rib turganingizdek natijalar. Bu yerda hozir faqat bitta o'quvchi ko'rinyapti. Aslida bir nechta o'quvchilar natijalari bo'ladi. Buni yuklab olishimiz mumkin. Mana 11-sinf matematika. Taqdirimiz. Bu yerda mana 100% javob bergan deyilmoqda. Dasturimiz qiziq bo'lsa, albatta aloqaga chiqinglar. Bu dasturimiz bepul. Fanni rivojlantirish uchun bepulga tarqatiladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Taklif va mulohazalar bo'lsa, kommentariyada kutib qoling.